Germaniya elchixonasida aka savol berib qiynab qo'yilasiz ha. Lekin pasportingni olib kelasan ertalab abitdan keyin viza ham urib beramiz dedi. Bitta telefonda hal bo'ladi dedi aka. Samarqanddansiz. Samarqanddanman. Bizlar bir hayajonda Germaniya elchixonasiga kirgandik, mana shu Sofiyaga kelib kirgandik. Xursandchilik. Nima bo'lar ekan, nima qo'y ekan, qanaqa savol ber ekan deb juda qattiq o'ylanib turgandim. Bitta savol berdi. Bu savol ham nimadan iborat? Qayerga boryapsan deb kulib savol berdi. Shunchaki suhbat bu, oddiy. Qaysi firmaga boryapsan? Nima maqsadda? Ishga boryapman dedim. Keyin qaysi firmaga boryapsan desa nima dedingiz siz? Kasser dedingiz. Qaysi firmaga boryapsan dedim. Men hayajonlanganimdan qaysi shaharga boryapsan deb shahar nomini aytibman men. Lekin ali nima elchi mehribon ekanda. Elchi so'rar ekan, kulib aytdiki, yo'q dedi, firmang nomini so'rayapman degandan keyin German Mega Logistika deb aytdim. Bu videoda maqsad nima? Mana shu Yevropada yurgan Germaniya orzusi yuragida bor bolalarga, odamlarga buni aytmoqchimanki, haqiqatdan ham maqsadingiz bo'lsa, chin dildan maqsadingiz bo'lsa, yaxshi yo'l, mana Asrorbek yordam beradi. Inshaalloh. Harakat qiling, gazini bosing deyapti. Rossiyadan ham, O'zbekistondan ham bo'ladi.